odamni aldab nima qilasanlar? Gemoroyni lazerda operatsiya qilinsa baribir qaytalanadi-ku. Keling, men sizlarga gemoroyni lazerda operatsiya qilinsa 100% qaytalanmasligini isbotlab, chiroyli qilib tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda, siz operatsiyani lazerda emas, umuman boshqa usulda qildirgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, elektrokalkulyator. Ko'pchilik doktorlar aldaydi, lazerda operatsiya qilyapman deydi-da, mana bu kalkulyatorda qiladi. Bunda arteriyasini bog'lamaydi, prosta kuydirib qo'yadi. 1-2 yildan keyin yana gemoroy qaytalanadi. Demak, gemoroyni lazerda qildirdim, qaytalanib qoldi. Siz lazerda emas, kalkulyatorda qildirdingiz. O'shaning uchun qaytalandi. Mana haqiqiy lazerimiz. Lazeri qanaqa qilinadi? Lazerda gemoroyni o'zining shart-sharoitlari bor qanaqa qilishda. Asosan qaytalanmasligi uchun gemoroyni 1 va 2 darajasida lazer ishlatilinadi. Bu ham 2 xil ko'rinishda bo'ladi. Bir xil doktorlarimiz gemoroyni arteriyasini bog'lamaydi. Mana bu gemoroyd tugunni kavernos sanasi bo'ladigan bo'lsa, lazer yordamida kuydiradi. Mana qarang. Ko'rdingizmi? Yonib ham ketadi hozir mana. Demak, 1-2 darajasida xuddi mana shunaqangi usulda qilinsa va sababchi faktor bartaraf qilinmasa qaytalanishi mumkin. Lekin qaytalanish darajasini kamaytiradigan narsa mana shu tugunda arteriyasini bog'lab qo'yish. Arteriyasini bog'laysiz, lazer bilan gemoroyd tugunini polni yopishtirib chiqasiz. Demak, kuydirib chiqqaningizdan keyin o'z-o'zidan gemoroyd tugunida o'z-o'zidan yopilish paydo bo'lib, sekin-sekinlik bilan kichrayib, siz bu kasallikdan butunlay xalos bo'lasiz. Qaytalanib qolishiga 2 faktor bor. Demak, arteriyasini bog'lamaslik va 4-3 darajada ham lazer ishlatish. Bunda qaytalanishi mumkin. Qaytalanmasligi uchun arteriyasini bog'lash kerak. Gemoroyni 1 va 2 tushish asoratida qilish kerak bo'ladi. Shunda siz butunlay bu kasallikdan qutulasiz. Yana bitta joyi bor. Gemoroy operatsiyasini siz to'g'ri shifokorning ko'rsatmasi asosida o'tkazdirdingiz, lekin operatsiyadan keyin sababchi faktorni bartaraf qilmadingiz. Og'riq ko'tarish, ko'p o'tirish, noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni me'yordan ortiq spirtli, me'yordan ortiq gazirovanli, me'yordan ortiq tayyor va yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlari, masalan, trans yog'larga boy bo'lgan fast foodni juda ham ko'p iste'mol qildingiz. Demak, sekin-sekinlik bilan yana gemoroy paydo bo'lishi mumkin. Lazerda operatsiya qildirib, aldab yana baribir gemoroy qaytalanadi-yu degan gap faqatgina bemorning o'ziga bog'liq emas. Shifokorga ham, bemorga ham bog'liq bo'lgan holat. Agar jarayonda shifokor bilan bemor kasallikka to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri yechimni tanlab va operatsiyadan keyingi reabilitatsiyani to'g'ri tuzib olsa, bu kasallik hech qachon qaytalanmaydi.